Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. İbnur Kölü Abdunum rayonimizdagi eng cho'ng tuzluq ko'l. İbnur Kölüning joylashishi, ko'lami va yer tuzilishi shundaqla muhiti qatorliq jihatlarda bir qadar tipik ham o'zgacha alohidlikka ega bo'lg'ashqa, uning cho'ng ekologiya sistemasiga ko'rsatgan ta'siri intayin gavdalik. Shundaq bo'lg'ashqa, İbnur Kölü davlat ichi va sirtidagi olimlarning diqqatini tortib kelmoqda. İbnur Kölü Şinjandagi eng cho'ng tuzluq ko'l. İbnur Kölü dunyodagi qushlar ko'chadigan 8 cho'ng o'tganning biri. İbnur Kölü dunyodagi jonliqlar ko'p xillik gen ambiri. İbnur Kölü davlat darajalik tabiiyligi qo'g'diladigan rayon. Көз kirishi bilan İbnur Kölü vadisi oltin rangi purkinib, ajoyib go'zal manzara hosil bo'ladi. 50 ming kvadrat kilometrdan oshadigan İbnur vadisi uzoq zamonlardan buyon yovvoyi hayvonlarning, uchar qushlarning, shundaqla turli yepinchi o'simliklarning makoni bo'lib kelgan. İbnur Kölü Jo'ng'ar oymaganlarning g'arbiga joylashgan bo'lib, uning o'rni past, azgal o'rin. Turli suvlarning yig'ilishi, Jing daryosi, Börtla daryosi, Küting daryosining suyiningki oxirgi yig'ilish, quyilish eg'izi. Shuning bilan İbnur Kölü shakllangan. U bir tuzluq ko'l. Ko'lning o'ttirchi cho'nqurligi 1 metr 1,5 metr atrofida, eng cho'nqur yeri 3 metr atrofida. Şinjang İbnur Kölü namlik davlat darajalik tabiiyligi qo'g'diladigan rayoni Jo'ng'ar o'ymonligining g'arbiy qismiga joylashgan. Uning janub, g'arb, shimol 3 tarafi tog' bilan qo'shilgan. Sharq tarafi Qurbon Tungut qumligi bilan tutishadi. Sharqdan g'arbga bo'lgan oralig'i 100 kilometrdan, janubdan shimolga bo'lgan oralig'i 70 kilometrdan oshadi. Bu tabiiyligi qo'g'diladigan rayonning umumiy ko'lami 4 million 6200 mo bo'lib, suluq yer 1 million 310 ming modan oshadi. Bo'tidil balvoq qurg'oq klimatiga tava. Qurg'oq yomg'ir oz yog'adi. Bir yerden Atlantik okeandan kiradigan yo'l-yaqin o'tadigan eg'iz, Alatog'ning bo'yiga joylashgan, Alatog' tog' tizimlaridan keladigan shamolning ta'siriga uchraydi. Undan boshqa tuproq suvning oqib ketish sababim bor. Shuning uchun bu namlikni qo'g'dash rayonining mavjud bo'lib turishi bu yerning jini. 20 asrning 50 yillaridan boshlab nüfusning tadrijiy ko'payishi, bu yerlarning to'xtamay ko'plab echilishi qatorliq sabablar tufaylidan İbnur Kölüga quyiladigan suv miqdori barg'ansari ozgan. Shuning bilan bir vaqtda klimatning o'zgarishiga ergashib, İbnur Kölü suyining parga aylanishi tezlashib, ko'l asta-asta tarishga boshlagan.
Bunun bilan ko'l suyuning minerallashish darajasi yuqori o'rlab, tuz tarkibi 30% dan eshib ketgan. 2003-yilga qadar Bortala daryosi, Jing daryosi, Dağyan daryosidan yiliga 450 million kub metr suv İbnur ko'liga quyilsa-mu, İbnur ko'lining yillik parga aylanish miqdori 700 million kub metrga yetkazgan. İbnur ko'lining bag'an siri tarixiga sabab bo'lgan. Ham ko'l vodisining ekologiyalik muhitini ojizlashtirib etgan. Qurib ketgan ko'l rayonining cho'lishish ko'lami 1500 kvadrat kilometrga yetgan. Keyingi mezgillarda shu atrofdagi nopusning ko'payishi, echilgan yerlarning keng bo'lishi, sanoat ishlatilgan suvning kundan kunga jiddiylashishi tufaylidan suv ozlab, asli burungi ayni zamonlardagi 1000 kvadrat kilometr shu suv doirasi hozir shu 200-300 kvadrat kilometr doiraga tushib qolyapti. Hamda bu hol shu Ibnur ko'lining atrofidagi shu muhitga intayin ta'sir ko'rsatyapti. Bo'lapmi atrofidagi emas, butun Şinjanga ta'sir ko'rsatyapti. Sababi shunchalik 600 million kub suv bo'lmasa, oningki yarmidan 3dan 1 qismi qoladi ekan, qolgani echilib qoldi ekanda, bu yerdan necha million yillardan buyon eqib kelgan tuzlar, qum, onun bilan to'zib, shu Tianshan Tangirtog'liqlaridagi shimoldagi iqtisodiy balvolarga tushdi ekan. O'tliqlarga, o'rmonlarga, eng qo'rqinchligi bizniki shu muzliqlarga tushsa, qorlarga tushsa, buning erishi intayin tez bo'lib, bu garchi qarmiz erisa bizning suvimiz ko'p bo'ldi degan bilan, u erib tugagan vaqtda qanday qilamiz? Şinjanning bo'stonliqlari faqat qarmizlarga tayinadigan bo'stonliq. Shunga bu Ibnur ko'lining alaydiligini so'zlagan vaqtida u bir Şinjanning o'sha bo'lapmi Shimoliy Şinjan ekologiyasini asrashda uning roli intayin cho'ng bir rayon edi. İbnur ko'li bo'lsa, ekologik muhitni qo'g'dash, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash bir gavda qilingan cho'ng ko'lamdagi namlik qo'g'diladigan rayon. Namlik yer ko'lami tabiiyki qo'g'diladigan rayon umumiy ko'lamining 45,5% ni egallaydi. Bu tabiiyki qo'g'diladigan rayon Ala tog'ining shamol eg'iziga joylashgan. İbnur ko'li rayonidagi o'simlik yepinchisi Shimoliy Şinjanning tabiiy yeshil sepili. Agar bu joy yaxshi qo'g'dalmasa, bu yeshil sepil vayron bo'lsa, atrofdagi rayonlar va Shimoliy Şinjanga qum bo'ron ofati yetib keladi. Agar buyoqning namlik qo'g'dash xizmati yaxshi ishlanmasa, ching tutilmasa, butkul Shimoliy Şinjangningki dehqonchilik, sanoat, chorvachilik ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu Ibnur ko'l tabiiyligini qo'g'dilgan rayoni mamlakatimizning g'arbiy shimolidagi bir tabiiy yeshil to'saq. Bu to'saq butun Shimoliy Şinjangningki iqtisodiy taraqqiyoti va boshqa ijtimoiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydigan bir tabiiylikni qo'g'dash rayon bo'lib hisoblanadi. Endi Ibnur ko'li shunday suv azaygandan keyin endi xalq hukumatimiz onunga suvlarni tangshab yo'tkab ishlatish degan bir siyosatni o'tirib qo'ydi. Yaqinda endi bu elib berilyapti. Shu Tusanzi deymiz, Maytaq. Endi keyin Kuytong bularga bir qism suvni ta'minlab berdi. Qolganda shu Ibnurga quyib, endi keyin 600 million kapolat qilish asosida shu tuzni besib turish intayin muhim. İbnur ko'li rayoni Jungodagi muhim namlik rayoni. Jo'nxar o'ymonligining g'arbiy janubidagi eng cho'nqur suv yig'iladigan rayon. Alayda jo'grafiyalik o'rni sababidan tuzliq ko'l, sozliq, qaqasliq, cho'llik qatorliq turli yer shakllarini hosil qilgan. Buningga masalda qurg'oq, tuzliq, cho'llik, namlik, suluq tipdagi o'simliklar to'pi shakllangan.
Bu rayondagi o'simliklar mamlakatimizdagi qurg'oq rayonlar yovu o'simliklar turining 64%ni egallaydi. Yani biz gen ambire deb qaraymiz. Bu yerda nurg'unlagan sujanlıqların türleri var, nurg'unlagan yosunlarning türleri var, nurg'unlagan o'simliklarning türleri var. Etraflarda davlatimizda hozir faqat mushu joyga tava bo'ladigan, masalan, Ebnur Juzguni deymiz, undan keyin Ebnur Qayini deymiz, alayda turlar bor. Dunyoning boshqa yerlarida yo'q. Shunga biz buni gen ambire deb ataymiz ekan. İbnur Kölü rayonidagi yovvoyi hayvonot va o'simliklarning turi atrofdagi rayonlardan alohida ko'p. Davlat darajalik qo'g'diladigan 1-2 darajalik hayvonlar 49 xilga. Davlat darajalik qo'g'diladigan o'simliklar 12 xilga yetadi. Bu rayon yana davlatimizning g'arbiy shimolidagi intayin muhim bo'lgan qushlarning ko'chish, ko'payish, qishdan o'tish rayoni. Bir mezgil İbnur rayoni ekologiyasiga ko'ngil bo'lish yetarlik bo'lmaslikdan kelib chiqayotgan ekologiyalik muhitdagi chekinish har darajalik partiya hukumat organlarining alohida diqqatini qo'zg'adi. Ebnur Kölü onunki g'arbida Arshang yel og'zi bor. Bu yerda o'sha yeldan mudofaalanish bir qurilish olib berilyapti. O xeyli uzun yillar bo'ldi. Bu yerda qo'mishdan, shamoldan mudofaalanadigan qurilish bor. Uning sharqida Ganjaxu sok qo'g'diladigan rayon. Bu davlat darajalik. Shuning bilan bu 3 qo'g'diladigan rayon birlashib, bu joyning muhiti hozir shunday yaxshilanishi 2001 yilining oxirida avtonom rayonimiz İbnur Kölü vadisini avtonom rayon darajalik tabiiyligi qo'g'diladigan rayon qilib qurishni tasdiqladi. Hamda muhofazat rayoni tavazida daraxt kesish, dori o'simliklarni kovlash, ovlash, chora mol beqishni chekladi. To'g'ri, onunki sharq qismida, shimoliy qismida intayin keng ko'lamda tarqalgan, bu shu suluq yerdan qo'g'dashda intayin o'zining rolini ko'rsatgan. Şuna bu yerning to'g'raqlari, o'simliklari biraz alayda. Shu hayvonotlarning, o'simliklarning alaydaligi o'ziga xos. Avay deyildi, bu yerda Ebnur Juzguni, mana keyin Ebnur Qayini degan o'xshash nurg'unlagan alayda turda. Alayda tur degan nima desa, dunyoning hech qanday yerida yo'q, faqat mush joyda bo'lgan turda alayda tur deb qaraymiz. Şuna bu yerdimi, onun ilmiy qimmati intayin yuqori. Onun ekologiyasi, onun ekonomikasi, onun atrofdagi kishilarning turmushi bilan bo'lgan munosabati intayin muhim. Ikki ming yettinchi yili Markaz İbnur Kölüni davlat darajalik tabiiyligi qo'g'diladigan rayon qilib tasdiqladi. Ham Markaz avtonom rayon va Portala oblasti İbnur Kölü muhitini tuzashga 22 milyon 678 milyon mablag' soldi. Dünya Bankası 7 milyon yuan yordam qildi. Bunun bilan İbnur Kölüni muhofazat qilish rasmiy kuchaytirilib 80 kilometr yo'l yasaldi. 21 o'rinda kuzatish nuqtasi qurilib, maxsus qo'g'dash xodimi 150 yetdi. Shuning bilan bir vaqtda tabiiyligi qo'g'diladigan rayonning namlik tabiiyligini asliga keltirish turini qo'lga keltirib, Jin daryosining quyilish eg'izida 15 ming mo'yada sun'iy usulda namlikni asliga keltirish qurilishini yaratdi. Tabiiy qo'g'dash rayonimizda 21 qo'g'dash punkti bor. 2000 yildan hozirgacha bizning tabiiylikni qo'g'dash rayonida shu yapinchi o'simlik o'rmonlarning asli kelishi yaxshi. Davlat darajalik o'rinlarning avtonom rayonning bağlab bekitishini bir qancha qatim yaxshi natijalarga erishdik. Her darajalik hukumat organlarining yaqinqi yillardan buyon turli unumli tadbirlarni yo'lga qo'yish turtkusida İbnur Kölü tabiiyligi qo'g'diladigan rayonning ekologiyasida yaxshilanish barliqqa keldi. Bu rayondagi to'g'raq, so'ksuk, yo'lg'un, chakanda,
qo'mush qatorliq 380 xildan ortiq o'simlik turi yaxshi qo'g'dilib va ko'lami tadrijiy kengayib, quruqliqda va suvda yashaydigan e'tiborli hayvonlar 117 xilga yetdi. Tabiiylik qo'g'dilgan rayonimizda hozir hamda 529 xildan ortiq o'simlik bor. Qushlarning 300 necha xil. Mushu tabiiylik qo'g'dash, namlik tabiiylik qo'g'dash yaxshi boshqarilg'achqa, demak shu qushlar ashaga makonlashdi. Qo'g'dash kuchaytirilgandan keyin hayvonlarning ko'payishi asli kelishi yaxshi bo'ldi. Undan boshqa o'simliklarning, yapon o'simliklarning asli kelishi yaxshi bo'ldi. Undan boshqa hamdalik doğruluk o'simliklardan bor, asosligi toshqon zardiki qatorliq doğruluk o'simliklar davlat darajali qo'g'dilgan. Bularning hammasi asli kelishi yaxshi. Bugungi kunda İbnur ko'li tabiiyligiga qo'g'diladigan rayonga qadam bossangiz, bu ko'z yetgusiz zaminning tabiiy o'simligi. Yovvoyi hayvonlar, shundaqla turli qushlarning jannat makoniga aylanganligini cho'nqur his qilamiz. İbnur ko'li ekologiyasida barliq kelayotgan o'zgarishlar kishini suyundirdi. İbnur ko'li tabiiyligi qo'g'diladigan rayonning cho'ng ekologiya sistemasiga ko'rsatgan ta'siri alohida bo'lg'achqa, izchil har darajali hukumat tarmoqlarining shundaqla aloqador mutaxassislarning diqqatini tortib kelgan. İbnur ko'li tabiiyligi qo'g'diladigan rayoni bugungi kunda emas, kelgusidimi o'xshashla qo'g'dashga, asrashga muhtoj. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.